Hazrat rahimahullohning vazifalari oson emas edi. U kishi o'zlari uchun yashamadilar. U kishini samimiy hayotlari, xohlagan joyda, xohlagan obro'da yashash imkoniyatlari bo'lsa ham boshlarini kundagi qo'ydilar. Siz biz uchun. Eng og'ir kunlarda, mana shu kitobni o'qisangiz, kitobda shu hodisalar bor. Haj masalasi oddiy bitta mavzu. Haj masalasi bizda juda muammo bo'lgan. 1 yilda yoki 2 yilda 8 dona odam borgan. Butun O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'ylab 8 dona odam borgan. Hazrat rahimahulloh shu masalalar bo'yicha Gorbachyovning oldiga kirib shu masalani qo'ymoqchi bo'lganlarida hujjat tayyorlaganlar. Nimadir masala bilan butun O'rta Osiyoning muftiylari, qozilari kelganda ularga imzo chektiraman desalar, Tojikiston bilan Turkmanistondan boshqa qozilarni birortasi imzo chekmagan. Nimaga? Ishonmagan. Hozir biz ne'matni ustida ekanligimizni his qila olmaymiz. Hazrat rahimahullohga oson tutadi ko'pchilik. Oson bo'lmagan. Bo'yinlarini kundaga qo'yganlar. Xuddi o'sha Eshon boboxonlarga o'xshagan. Ziyovuddinxon Eshon boboxonlarga o'xshab boshini kundaga qo'ygan. Siz biz ummat uchun. Alloh shunaqa fidokorlarni chiqarar ekanda. Ya'ni tavakkal qilgan odamning yo'lini ochadi Alloh taolo. Tavfiqni g'alabasi ruxsat bo'lgan. 500 ta odam, men bilmayman, ko'proq o'sha paytda borgan odamlar biladi. 500 tadan boshlangan, keyinchalik bu mana hozirgi kunda 16 mingga yetdik. Bu katta ne'mat. Buni boshlang'ichidagi zotlar savobdan to qiyomatgacha manfaatdor bo'ladi. Agar hammalaringiz rozi bo'lsalaringiz, mana shu Muhammad Sodiq aka, Muhammad Yusufovni diniy idora, O'rta Osiyo musulmonlar diniy boshqarmasining raisligiga saylaylik. Bizni diyorimizdagi eng qadimiy va eng katta masjid hisoblangan Masjidi Kalom ham siz bilan bizning ixtiyorimizga o'tdi. Yana Buxoroy sharifda Hazrati Bahovuddin Naqshbandiyning masjidlari, xonaqolari va ziyoratgohlari ham siz bilan biz musulmonlarning ixtiyoriga topshirildi. Alloh subhanahu va taoloning kalomi sahoba-i kiromlar jam qilgan mushaf-i sharif, Zayd ibn Sobit, Usmon ibn Affon va shunga o'xshash kishilarning qo'lidan chiqqan mushaf-i sharif o'zining haqiqiy egalari musulmonlarning qo'liga yana qaytib keldi.